Farg'ona So'xga kelib, aynan mana shu chashma buloqqa kirib o'tmasangiz, siz gunohkor hisoblanasiz degan hazilomuz gap so'zlar bor ekan, aynan mahalliy xalq orasida. Biz hozir So'x tumaniga chashma buloqda olib kelganmiz. Mana shu yerga yosh kelin-kuyovlar fotosessiya qilgan kelishadi ekan. Biz turgan taraf O'zbekiston, narigi taraf esa Qirg'iziston hududi. Qaranglar, mana bu chashmani hozir sizlarga ko'rsataman, suv qanchalik tiniqligini. Ko'rganlaringdek suv juda ham tiniq. Qaranglar, mana bu yer ostidan o'zi layqa bo'lib chiqadi ekan, lekin Xudoning qudrati bilan chiqishiga juda ham tiniq bo'ladi ekan. Ekspertlar kelib buni tekshirib ko'rishgan ekan, lekin nimaga bunaqa bo'lganini sababini aniqlasha olmabdi. Biz hozir ya'ni Farg'ona viloyati So'x tumanidamiz. Bilasizlar, bu So'x tumani hamma tomoni Qirg'iziston bilan chegaradosh, ya'ni O'zbekiston bilan ulanmagan, asosiy katta hududga ulanmagan, shunaqa hamma tomoni Qirg'iziston bilan chegaradosh. Bu yerga o'tish uchun albatta Qirg'iziston chegarasini kesib o'tishingiz kerak. Hozir demak bo'lmasam, mana shu yerda chashma buloq suvidan tatib ko'ramiz. Suv juda ham toza dedi. Shu filtrlangan suvdaqa. Mazali ekan qanaqa ishlar. Boshqacha. Kelinglar albatta chashmaga. Zo'r ekan.